Men bu elektromobilga o'zinglar bitta baho beringlar o'rtoqlar. Ko'rishinglar mumkin o'rtoqlar, mana shu elektromobilni shu o'zbekistonlik bir usta akamiz o'zini qo'llari bilan temirdan elektromobil yasaganlar o'rtoqlar, ko'rishinglar mumkin. Faqat bu mashinani bitta minusi bor ekan, shu faqatgina bir kishi sig'ar ekan bu mashinaga. Bir kishilik, ya'ni kichkinagina elektromobil, lekin baribir bir kishilik bo'lsa ham bu yangi ixtiro do'stlar. Nimaga deganda, bir kishilik bo'lsa ham yasab sotsa, ya'ni o'zimizni xalqimizga yaxshi-ku, to'g'rimi o'rtoqlar? Nimaga deganda, bir kishilik elektromobil bo'lsa ham qimmatga mashina olgandan ko'ra, mana shu akamga telefon qilib, bir kishilik elektromobil bo'lsa ham yasatib olib, qonuniy jihatdan mana shu mashinani minib yurishlik mumkin bo'lsa, qimmatga mashina olgandan ko'ra, mana shunaqa bir arzonga mana shu akamizga aloqaga chiqib, bir o'rinli bo'lsa ham elektromobil yasatib olib minib yurgan menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Mana shu elektromobil haqida nima deb o'ylaysizlar? Sizlarga yoqdimi? O'zinglarning fikringlarni kommentariyada yozib o'tib ketinglar. Har bitta kommentni обязательно o'qiyman.